Uyushtiradigan obunachilarimiz uchun yana bitta ekonomistlik qilishda oson usulni o'rgatib beraman. Programma qilinganda ham yoki rasxodlarni ekonomistlik qilingan holatda ham rasxod qilsamayotgan akalarimiz uchun zaslonкасini tozalatib yurasizlar-ku, 10 ключ kerak bo'ladi. Mana abdatchilik ko'ryapsizlar, shu abdatchikda o'nda bo'shatiladi. Qarang akalar. Shunday bo'shatiladi. Bo'shatib turib shuni chiqarsalar mana teshigi bo'ladi. Havoni qancha so'rayotganini ko'radigan teshigi bo'ladi. Shuni bitta karibda shuni teshigini akkuratniy qilib tozalab yuborilsa, baholasa ekonomistning holatiga yana 1-2 litrga foydasi tegadi. Mana shuni tozalab yuborilsa, bu shun bilan ham o'zi 1 litrga rasxodlaring yana pasayadi. Ligrovka programma qilinvermaydi hadeb. Shunaqangi arzimagan narsalar bilan ham ekonomistlikka o'tkazsa bo'ladi. Bu videoni Nexus turadigan tanishlaringizga jo'natib berasizlar. Bunaqangi foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.